Assalomu alaykum. Son aytsanglar pul yutib olasizlar. Son, aytasizlarmi? Pul bermoqchiman. Son ayting, keling. Biz o'tirgan ekansizlar, pul olib ketdi, pul bera qolay dedim. Birdan 100 gacha yoqtirgan soningiz. Ha, yoqtirgansizlarmi? Ha, birdan tug'ilgan kun saningiz ham bo'ladi. 7-chi pul sizga oling qolgan televizor saning. Oling, hamma pulni saning. 7-chisi sizga bo'ladi, oling. Qaranglar, agar homillarimizga podpiska bosgan bo'lsalar, endi mobodoga 20 million beramiz. Men podpiska bosgan odamlarimga. Oxirgi 10 ta videomizda 3 ta donasiga like bosgan odamga biz $100 beramiz. Glavniy onamizga o'xshab ishtirokchi bo'lsa bo'ldi. 50 ming oling, 50 ming sizga, mana shu pulni siz yutdingiz. Qarang, menimcha sizlar Instagram kirmaysizlar, to'g'rimi? 100%, to'g'rimi? Men kirayman. Ha, kirasizmi? Mabod, mayli, endi qarang, agar siz Instagram kiradigan bo'lsangiz, qarang, onamga ham, sizga ham beraman. Agar siz Instagramdan Temur Baratga menga podpiska bo'lib, oxirgi 10 ta videoda xato shu donasiga like bosganingiz uchun $100 beramiz. Mana ushbu $100 beramiz. Agar homillarimizga podpiska bosgan bo'lsangiz, 20 million beramiz. Bosganmisiz? Instagram kirar ekansiz. Bosganmi? Ko'rsating. Hozir yurayman ana. Ha, oborar ekansiz, mayli, charchamaylik. O'yinimiz vaqtimiz kiradi. Voy, do'stlar, rahmat. Do'stlar, qaranglar. Keyingi ishtirokchi albatta sizlar bo'lishingiz mumkin. Instagramdan kimgadir like, kimgadir podpiska bosish uchun like anaqani yoshni chegarasi yo'q. Shuning uchun men yoshga ham, qariga ham, o'rta yoshga ham hammaga video olamiz do'stlar. Shuning uchun shartlarni bajaringlar va homillarimizga podpiska bosinglar. Keyingi ishtirokchilar bo'lishingiz mumkin. Shu videoga like bosinglar.